Xo'sh, bugungi darsimizda sizlar bilan xatolar haqida gaplashamiz. Ozroq xatolar haqida gaplashamiz. Xatolar ushlash haqida emas, xatolarning o'zi haqida. Qanaqangi xatolar beradi, ularni qanaqangi qilib yechish mumkin. Rust dasturlashtiradi. Xo'p, birinchi yozib ko'ramiz. Nimani? Dasturni. Xo'sh, dasturni yozsak, hello world hammasi ishlayapti. Finish exit 0. Ya'ni finish exit with 0 degani, finish it with exit 0. Mana 0 kod beradi. 0 kod nima degani? Xatolar 0 degani. Dastur 0 ta xatolik qaytardi deb soddalashtirib aytsak bo'ladi. Umuman shunaqa. Agar bu 1 yoki yana boshqa narsalar raqamlar qaytarishi mumkin. Har xil, masalan 1 qaytarishi bu xato. Umuman dastur 1 qaytardi degani, dasturda xatolik bor degani. 0 qaytardi, xato topilmadi degani. Soddaroq shunaqa. Xo'sh. Hozir masalan shunaqa xato bo'ldi bizda. Ko'rdik, bu xato oddiy, sodda xato. Masalan 3 ta xato paydo bo'ldi. Endi shuni yolg'izib ko'ramiz. Bum. Dasturdagi xatoni ko'rsatdi. Xo'sh, error y 765. Shunaqa nomdagi xato bilan bu Rustda yozib qo'yilgan dokumentatsiyasida shunaqa xato bo'ldi. Sani source faylingdagi main Rustni ikkinchi qatoru 14-chi nima deydi, nuqtasida space 14-chi nuqtasida shunaqa xato bo'ladi 3-chi qatorga va bu 3-chi qator uchun va dasturni qolgan qismi uchun ta'sir qilyapti deb ko'rsatdi. Xato shu yerdan boshlandi va shu yergacha. Xo'sh, yaxshi. Shunaqa xato dastur yurmadi, xatoni to'g'rilab qo'yamiz. Umuman boshqa xil xatoni ko'rib chiqamiz. Yana qanaqangi xato bo'lishi mumkin? Hello. Oddiygina hello. Mana o'zi yechimlarni taklif qiladi. Qanaqangi yechim desa, sen shu yerda shuni masalan shunaqa qo'ysang, ikkitalik qo'shtirnoq bilan yopsang yoki ochsang, senga ruxsat beramiz deydi xatolarni. Rustda xatolar bilan ishlash osonroq nisbatan. Pythonda syntax error deydi. Syntax error deb unchalik yechimiga to'xtalib o'tmaydi. U yerdan qanaqangidir yechimlar beradi. Bu masalan mana bunaqa narsani ko'rsatmaydi menga Python. Bu yerda menimcha bu IDE yordamida beryapti bunga apply fix qilishga. Chunki bu aslida kargoni masalan Vimda yozganingizda bunaqa demasligi kerak menimcha. Bunaqa xatoni Vimda qilmaganman. Apply fix. Xato to'g'rilandi. Shunaqa. Shu yerni o'zidan add format string deyapti. Lekin bu yerda masalan kod chista ko'rsatyapti. Xo'sh, bu xato yo'qoldi. Add format string nima degani? Add format string. Pythonda ham bunaqa narsa bor. Ko'pda ham deyarli barcha dasturlashtirlarda bor. Hello. Add format string. String formatiga o'girib o'zgaruvchilarni undan keyin e'lon qil deyapti. Bizda hello degan o'zgaruvchi yo'q. O'rniga bizga hello degan string ma'lumotni o'zi bor. Qanaqangidir o'zgaruvchi ma'lumot saqlovchi bo'lsa, ma'lumot saqlovchi yo'q, ma'lumotning o'zi bor. Xo'sh, natija bir xil bo'ladi. Hello bo'ladi. Oddiy print hello bilan bu helloni farqi yo'q hozircha, lekin mana bu narsani nima deydi? Ancha foydasi bor. Bu narsani ancha foydasi bor. Buni dastur tuzish davomida o'zingiz nima deydi bilib olasiz. Buning uchun masalan men keyingi darsni ko'rsak, keyingi darsda men o'zgaruvchilar haqida aytib o'taman. O'zgaruvchilarning turlari, ularni qanaqangi qilib o'zgaruvchi yoki o'zgarmaslarning farqlarini
Shu yerda bu narsadan foydalansak, sizlar buni yaxshiroq tushunasizlar. Hozircha boshlanishiga unchalik nima deydi, qiyin narsalarni o'rgatmadim. Xatolar bilan ishlash. Xatolar bilan ishlash deganni ko'rdik. Bu unaqangi qiyin yoki odam qo'rqitadigan narsa emas. Oddiy xato. Ya'ni yechish oson bo'lgan, ya'ni Rust'ning shunaqa funksiyasi bor, osonlashtirib beradi sizga Rust. Mana ko'rdik, shunaqa Rust'ning shunaqa funksiyasi bor deylik. Buni ham unutib qoldirdik. Rust xatosiz ishladi. Nimagaki menda keyingi qatorda kod yo'q. Agar keyingi qatordan kod qo'shsam, bu yerga bir narsa desam, bir narsadan keyin shunaqa qilaman. Xato. Unexpected token. Sen deyapti bu yoqqa, buni qo'shib qo'y. Yana shu unexpected print line, ya'ni qatorlar yopolmading degani. Qatorni yopsak, dastur yana o'z o'rniga tushib ketadi. Xatoni yopdik va terminalni ochib, shuni cargo run bilan qilib ko'ramiz. Cargo run. Masalan, bunda bermadi. Apply fix degan narsani bunda bermadi. Bu terminalning o'zidagi xato. Apply fix degan narsani IDE'ning o'zi feature bo'yicha qo'shilgan, funksiyasi bo'yicha qo'shilgan. U nima deydi? Har doim ham sizlarga agar apply fix bermadi-ku desa, chalkashib qolmanglar, buni boshqa nimalar bermasligi mumkin. IDE'lar. Bu endi maxsus shu nima uchun qilinganligi uchun Rust rover apply fix degan narsani berdi. If you want to write a string, literally use double quotes. Demak, stringlarni biza nima bilan yozishimiz kerak ekan? Ikkitalik qo'sh tirnoqlar bilan. Masalan, men hozir qo'sh tirnoq bilan yozsam agar menga ruxsat beradi, nimaga ruxsat beradi desa, dasturimni ishlashiga. Agar bu kodni yurg'izib ko'rsamchi, qo'sh tirnoq bittalik C'ni o'zi chiqdi. Ya'ni bir dona agar nima deydi? Bir dona char nimasi bor, agar bilsalaring C'da. Faqat bir dona bayt qabul qiladi, bir dona belgi qabul qiladi. Agar siz bir dona belgi beradigan bo'lsangiz, bittalik qo'sh tirnoqda yozishingiz mumkin Rustda. Faqat bir dona belgini. Shunaqa Rust dasturlash tilida birtalik qo'sh tirnoq bilan shunaqa ishlanadi. Faqat bir dona belgi qo'yish mumkin. Hello Worldga o'xshagan bir nechta qator o'zgaruvchisi emas, bir donagina belgi olishingiz mumkin. Bir dona bittalik qo'sh tirnoq bilan. Bugun xatolar haqida gaplashdik. Xatolarni IDE bilan qanaqa yechish yoki terminalda qanaqa ishlaydi, shularni ko'rdik. Umuman xatolar haqida tushuncha paydo bo'ldi, Rustdagi xatolar haqida.